Hayat yolumuzdaki cihanı titirtip, hayyo bilen keladigan qiyinchilikning dahshatli bo'ronlarini keng ko'kraklarida to'sib, ustimizdan yoqqan azob-uqubat yomg'irlarini soyvan bo'lib to'sgan. G'am, qayg'u o'tlarida o'zi kul bo'lib kuyib, ta'ridan kullatgan baxt bo'stonlarida bizni sagitgan. Farzand uchun kuygan yuragini chiroq qilib, g'uvo ko'ringan yo'limizni yo'ritgan. Turmuşning bitmas, tugumas, rahimsiz jafo mushaqqatlarida tog'dek qaddi egilib, qop-qora chochlari oqargan. Minnat tamosiz, shon shuhrat egisi, sohib qiron hurmat sohibi dal ota. Janata, chekingizdan oqqan halol ter tomchilaridan hosil bo'lgan baxt buloqlarida xotirjam uzib, g'am qayg'usiz cho'ng bo'ldim. Bek bilan bo'lsa debsa, bolamizning o'qish pulini qanday qilamiz? Uningdan xotirjam bo'linglar anisi. Qag'inga men bo'lgandan keyin o'zim hal qilaman. Davolanishdan qaytganlik pul emasmi? Uni ishlatamiz. Ondan eg'ildagi qo'ylarni sotilib, qag'inga yerimizni ziminliq setib etib, o'g'limizni nimakim bo'lmasin o'qitmasak bo'lmaydi. Qag'inni Xudoyim o'zi bir taraf qiladi. Şu oğlum yakında Ali mektepke ötkenti desler hem şuna iqtisat azraq qilinib qilib, sizdan biraz pul so'rab kelishim edi. Pulni berayman, lekin vaqtida qaytara olmasmiki deb Ukam, pulni qanday qilsam qilib qaytiraman. Mushu o'g'limni Ali mektep bir yo'lga silib olsam bo'ldi. Unda demay berib to'slar. Men de yanmas, Xudoyim da yana ukam. Ana olan meni umidim cho'qim yaxshi aqlagan janim bolam. Biz senden faxrlandik. Yurtning ko'zi bo'lib yashagan janim bolam. Biz tatgan mehnat mushaqqatni sen bo'lsang tatgan. O'zingni asra. To'miringizdagi farzand uchun ko'ajab yiqayotgan qonlaringizdan kuch elib, bardam yigit bo'ldim. Har bir ko'kkamda jilva qiladigini sizning mehrlik chiroyingiz. Har bir natijamning so'zlaydigini sizning axloq fazilat va hikmatlarga to'yingan tarbiyangiz. Har qatim yiqilgan yerimdan meni yo'laydigini sizning g'urur va vijdonga to'yingan mardon ruhingiz. Janata, men sizdan faxrlanaman. Siz uchun jinim tasadduq bo'lsin. Sokar yürek